bormi? Hali arza berdim senga. Men senga tushuntirdim da. Olmasa qayta odam yo'q, bironta ishchi yo'q. Oxirxonada sherali bor. Hamma eshikni ochib ko'rdim aka. Oxirxonaga bor. Bironta eshik ochiqmi? Yuring ko'ramiz. Qulf hamma eshik. Nima deyapsan sen bilating? Kel bu yoqqa. Xo'p, haydang. O'chir telefoningni. Nega o'chiraman? O'chir telefoningni. O'zim uchun olyapman. Nima sen? Qanday olasan naxul? So'ginmay gapiraman. Men O'chir telefoningni dedim. o'chirmayman. Men o'zim uchun olyapman. O'zim huquqim uchun. Pidrazlar bilan sen o'sha Keladi. Assalomu alaykum. Bu videoni ko'rib juda ham hayratga tushdim. Nima deyishga hayronman, lekin aytaman desam gap juda ko'p. O'z fikrlaringizni sizlar ham yozib qoldiringlar. Men qisqacha o'zim xulosam va fikrimni aytib o'taman. Qonuniy taraflama ham noto'g'ri, chunki u insonni shaxsiga tekkan. U ham davlat fuqarosi, u ham kim bo'lishidan qat'iy nazar shaxsga tegmaslik kerak, hurmat, yaxshi muomala qilish kerak. Odamgarchilikka ham to'g'ri kelmaydi, musulmonchilikka ham to'g'ri kelmaydi. Naborot, aksincha, chiroyli kiyinib olganmi, chiroyli muomalada bo'lsin. Odamlarga namuna bo'lsin, chiroyli xulqi bo'lsin. Asabi chiqib turgan bo'lsa ham, asabi, ya'ni nervi chiqib turgan bo'lsa ham, o'zini bosib olsin, ungacha hech kim bilan gaplashmasin iloji boricha. Bunaqa insonlarga tavsiyam iloji boricha hech kim bilan gaplashmasin yoki bir o'tirib damini olsinmi, bitta joyga chiqib ketsinmi. O'zini bosib olgandan keyin gaplashish kerak, asabi chiqib turgan inson. Shunaqa xodimlar ham, shunaqa lavozimda ishlaydigan, kim bo'lsa qayda davlat ishida ishlaydiganlar yoki oddiy ishda ishlaydiganlar ham asabiylashadi, so'kadi, bilmay qilib qo'ydim, xato qildim, to'g'ri ayb menda o'tdi deydi. Demaydi emas. Bu ishda ham hamma narsada bo'ladi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, insonning g'ururiga, shaxsiga tegmasligi uchun qonunda ham, islomda ham, insoniylikka ham to'g'ri ham kelmaydi, buning javobi ham bor ham bu yerda. Demoqchiman, namuna bo'lish kerak bunaqa insonlar. Chunki sizdan yosh bola ham, katta ham, kichik ham sizga havas qilsin, ham sizni hurmat qilsin. Shundagina hurmatingiz ham oshadi. Shundagina sizni insonlar yaxshi muomalada, yaxshi gaplashadi siz bilan. Hurmatingizni joyiga qo'yadi. Bunaqa uyatli narsalar bo'lmaydi. Aqllichilik emas u, bu meni fikrim. Jahlingiz chiqqan bo'lsa ham yaxshi muomalada gapirish yoki iloji boricha gapirmaslik yoki chiqib ketish u yerdan. Shoshmay turing, siz bilan keyinroq gaplashsak. Shunaqa deyish mumkin-ku, keyinroq gaplashsak, hozir mazam yaxshi emas deb chiqib olsin. O'zini asabini chiqarib, nervini chiqarib, davleniya kasal bo'lib, o'zini hurmatini yo'qotib, bu nimaga kerak? Hozir juda ham ko'payib ketdi internetda. Kirsangiz hamma yo'q. Yoki militsiya bilan, yoki bog'chada, yoki maktabda, yoki ko'chada, yoki ishxonada qanaqadir